Mustaqillik bu baxt va farovon hayot. Mustaqillik bu faxrimiz. Mustaqillik buyuk ne'mat va erkinlikdir. Mustaqillik milliy taraqqiyot poydevori. Mustaqillik bu katta imkoniyatlar va katta mas'uliyat. Inson baxtli bo'lishi uchun erkin bo'lishi uchun mustaqil bo'lishi kerak. Har bir inson mustaqillik degan so'zining tub ma'nosini tushunib yetishi, bu so'zning buyuk ne'mat ekanligini anglashi lozim. O'zbekiston rahbarida hech qachon qanaqa ittifoq bo'lmasin, kim bilan ittifoq bo'lmasin, qanday sharoit bo'lmasin, ikkinchi darajali rolga rozi bo'lmaydi, bunga yo'l ham qo'ymaydi. 1991-yil 31 avgust kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi to'g'risidagi bayonot O'zbekiston hukumatining siyosiy yo'lini to'la qonunlashtirib berdi va ana shu qonun doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining bundan keyin O'zbekiston SSRni O'zbekiston Respublikasi deb atash va 1-sentyabrni mustaqillik kuni sifatida e'lon qilindi. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. 1991-yil davlat mustaqilligining e'lon qilinishi o'zbek xalqining qaddini rostladi. Mustaqillik sharofati bilan o'z tariximizni qayta va obyektiv o'rgandik. Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat, qadr-qimmat ortdi. Sobiq ittifoq davrida zo'ravonlik yo'li bilan yo'q qilingan milliy qadriyatlarimiz, dinimiz, urf-odatlarimiz, marosim va bayramlarimiz yana xalqqa qaytarildi. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxt Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deymi? Topingan koshonam deymi? O'zing mening ulug'lardan, ulug'imsan, vatanim. Народ Узбекистана – это наследники древней и великой культуры, а также преемники великих ученых, таких как Buzruki arbobi jumhuriyati ba monandi Imom Buxoriy, Imom at-Termiziy ba monandi Amir Temur va Zahriddin Muhammad Bobur meboshat. Eng бастысы Prezident Shavkat Mirziyoyev o'sындай ulug' elning baxtli boshchisi. Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligi bayrami munosabati bilan barcha vatandoshlarimizni Markaziy kon boshqarmasi Muruntoq koni nomidan samimiy muborakbod etib qolamiz.